Assalomu alaykum. Chorva Biogomis kanalimiz obunachilari, Garner Centerga yana biogomislarimizni olib keldik. Va xolasa biogomislarimizda shu gullarimiz ekilib, lanshat dizayner gullar, daraxtlar ekilyapti. Ana hozir sizlarga ichki tarafidan gullarni bir qator ko'rsatib o'taman. Manzilimiz shu Ko'makaydan shu aeroport tarafga ketishda chap qo'llaringda har xil manzarali landshaft, daraxtlar, gullar hammasi bor. Mana bu joyga biogomislarimizni olib keldik. Hamkorlikda mana 2 yildan beri ishlayapmiz. Biogomislarimiz xohlasa ularga effektini bilib, natijalarini ko'rishib, joyda mana hamma ma'lumotlar yozilgan. Sizlarga gulni qanday parvarishlaydi, qaysi holatda turish kerak, hammasini sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib qo'yishadi. Bu joyda o'sha lanshat dizaynga ketadigan barcha ehtiyojlar hamda gul tuvaklarimiz har xil gullar, dagiga soladigan narsalar ham mana bu joyda o'ta go'zal gullarimiz kelgan. Bularda o'zlari Yevropadan olib kelishadi. Italiyadan kelgan daraxtlarimiz ko'plari bizning iqlimga, ob-havolarga moslashgan holatda hammasi. Barcha turdoq va archa ko'chatlarimiz ham bor mana. Ekran ostida yoki atpisaniyaga nomerlarni qo'yib qo'yaman. Telefonlashib bemalol kelib, zakaz-qilsalaring o'zlari borib dizayner qilib, lanshat dizaynerlarini qilishib, uylaringda olgan shunaqa odam ko'rsa bahridil ochiladigan qilib o'rnatib berishadi. O'rnatib berish xizmatlari ham bor bularda. Bu tarafda boshqacha daraxtlar ham bor. Bu tarafda mana kattaroq archalari bor. Qanday parvarish qilinadi, qaysi holatda turish kerak, hamma ma'lumotlarni beriladi. O'zlari mutaxassis, shu soha bo'yicha ko'p yillik tajribaga ega. Xudo xolasa kelsalaring, masalan, aloqalashsalaring ham bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa hammalaringni yaxshi kunlaringda xizmatdamiz.